Assalomu alaykum. Sarvinoz siz bo'lasizmi? Albatta. Tug'ilgan kunlar shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin. Salomatmisiz? Alo. Allo. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Ayni damda sizni kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilyapman. Boshlovchi Robiyaxon Baxtiyorovna bo'laman. Maylimi 1-2 daqiqa vaqtingiz olsam? Xo'p, bemalol. Bugungi shukrona kuningiz munosabati bilan yaqinlaringiz sizni ozgina bo'lsa-da kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida bizni loyihamizga esdalik tabriknomalar qoldirishgan edi. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu esdalik tabrik xatlarini kim jo'natgan bo'lishi mumkin? Kim yuborgan bo'lishi mumkin? Albatta. Singlim e'tibor bo'lishi mumkin. Aha, yana. Yo opalarim. Aha. Keling, sizni qiynamasdan tabriknomalarni o'qib eshittirsam, keyin kimliklarini. Maylimi? Assalomu alaykum. Hayot yo'llarimizda biz uchun doimo qadrli va aziz bo'lgan insonimiz, mehribonimiz va qadrligimiz. Sizni bugungi shukronalik kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Yaratgan Allohim umringizga, umr taningizga sog'lik, salomatlik, qalbingizga esa huzur, halovatni baxshida aylasin. Hayotingizning har bir soniyasi quvonch, shodliklarga to'la bo'lsin. Eng go'zal tilaklar, eng go'zal istaklar hamisha hamrohingiz bo'lsin. Doim baxtimizga sog' va salomat bo'ling deyman. Ikki dunyoda ham aziz inson bo'lishingizni istayman. Yaratgan Tangrim o'zi sizga madadkor bo'lsin, hamisha panohida omon saqlasin. Xursandchilik onlari, xursandchilik damlari davomli bo'lsin. Bugun yo'lingizga gullar poyandoz, sezib-sezmay o'tgan yillar poyandoz. Mehringizga tashna dillar poyandoz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Allohning mehri ila yaralgan inson, boringizga shukrlar aytayin shodon. Sizni baxtlar qutsin, har lahza, har on, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qabul qiling mendan bir tilak, samimiy so'zlar, shirin bir istak. Hayotingiz doim quvonchga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Allohning sevimli bandasi bo'ling, baxt va omad ila yuzlarga kiring. Dunyolar saodati sizga bir tilak, mehribonim tavallud kuningiz bo'lsin muborak deya sizni barcha yaqinlaringiz chin yurakdan tabriklab qolishgan. Rahmat. Tilaklaringiz bo'lsa bemalol qoldirishingiz mumkin yaqinlaringizga atalgan. Tilaklarim bor albatta. Rahmat shuncha e'tibor bilan, anavi bilan esdan chiqarmasdan shuncha tabriklashdi. Rahmat, boringiz sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Meni oilam baxtiga, hamma baxtiga sog' bo'lsin. Hayajondan bilmayman hozir nima deyotganimni. Rahmat. Shuncha eslab, shuncha nima qildi, e'zozlabdi. Rahmat, borlarga shukur, dunyo turguncha tursin. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat samimiy tilaklaringiz uchun. Shukrona kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Mayli, bir savol bersam, buni singlim yozdim sizga, singlim aytdim. Kimligini bilmayman, kim bo'lishini, sir bo'lishini xohladilar. Yaqin insonlaringiz nomidan qabul qilishingizni istadilar. Iltimos ayting kimligini. Kimligini men ham bilmayman, to'g'risi. Qanaqa nomerdan anav qildi? Aha, nomerdan emas, Telegram tarmog'i orqali. Qanaqa Telegramligini ayta olasizmi? Bilmayman-da, nuqta qo'yilgan xolos. Rahmat. Yaxshi o'tkazib oling, sog' bo'ling. Aha, rahmat. Borlarga shukur, kattakon rahmat. Rahmat, omon bo'ling. Aha, xo'p, sog' bo'ling, rahmat. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun. Tavallud
kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona, tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona.